Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yuzga qanaqa hudlik qilasiz? Menda ugridan qolgan dog'lar bor, iltimos atvet qiling. Va alaykum assalom. Menga как раз kecha Bonusfodan hududiy kosmetika kelgan, o'sha ikkinchi marta zakaz qilishim. Buni yuzimdagi effektini ko'rib, oyimam o'zlariga целый nabor zakaz qildilar. Hozirga bitta ko'rsataman menga eng yoqqan produktlarini. Birinchisi mana qora tochka va poraga penka. Shu penkalarni o'zi ham shunaqa zo'r, yuzim rangi tiniq bo'lib, chiroyli bo'lgan. Dash o'zimga kosmetikasi yoqishni boshladim. Ikkinchisi mana bunaqa soch to'kilishiga qarshi sprey. Effektini ko'rdim qizlar. Gold maska, chorniy tochkalarga qarshi baltushka, poralaringlarni kichraytirib beradi. Effekti juda ham zo'r. Terlashga qarshi sprey va SPF 80+. Rostdan ham quyoshdan himoya qiladi va tonalkeli juda ham zo'r yotar ekan. O'zimda shuni ko'rdim. Rosa ko'p zakaz qildim. Shundan tashqari anti-pigment krem va har xil oyoqga, qo'lga, juda ham qurib ketgan tomonlarga, tirsaklarga har xil kremlar effekti zo'r qizlar rostdan ham.